Assalomu alaykum hammaga. Biza navbatdagi ko'mir topgan ishimizga materiallarni olib keldik. Bu ishimiz Xiva tumani Shamoquli mahallasida materiallarimiz olib keldik. 3225 qonunligi 2,5 stenka. Mo'lligimiz 114. Siqat yo'limizni tanıştıraman. Kat yo'limiz o'zlarimizda ishlab chiqarib samodelli 4 kitobli atomimiz bo'ladi. Yerimizda esa şu o'zlarimizda har doim ishlatabilgan 580 duralümin batareyalarimizni kelganmiz. Kuzatib qolinglar, xudo xolasa to'liq videosini joylaymiz. Yerimizni ertaga boshlaymiz xudo xolasa. Bugun vajlanib kelib tashladik. E'tibor uchun rahmat. Kanalimiz rivoji uchun like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu videoni esa ko'mir topib o'tirishga yurgan tanishlarga tashakkur qilamiz. E'tibor uchun rahmat.